juda ham bir xaridorgir insonman. Chunki bugun bor bo'lib, ertaga yo'q bo'ladigan qo'shiqlarni ijro etmaslikka harakat qilaman. Tanqidga uchrashni o'z sha'nimga nomunosib deb bilaman-da. Men o'zimni shunaqa insonlarning og'zidan tushib qolgan san'atkorlar qatorida ko'rishdan juda ham hayiqaman, juda ham qo'rqaman. Bitta kamchiligimiz bor. Bitta katta kamchiligimiz bor. Bu kasallik juda ham chuqur ildiz otgan. Hamma yoqda o'sha tapir-tupur, guppira-guppir ijodkor sifatida meni o'chib qoldi-ku. O'zimga, keyin Ozodbek Nazarbekovga shu qo'shiqda ijro etganimiz uchun chin ko'nglimdan rahmat aytmoqchiman. Zulmat ichra ko'tarir mening tunu kunim. Men ham sizday ko'rgim kelar oy quyoshni. Nek taqdirdan olmasdan yashayman jim. Faryod solib toshga urmam aziz boshni. Haqning va xalqning nazaridan qolishidan qo'rqaman. Nahotki shunchalik ham bir tor qafasga tiqilib qoldik. Nahotki shundan boshqa mavzu qolmadi. Endi o'shani yaxshi ko'radiganlarni ham joniga tegdi. Endi bu mavzuni yaxshi ko'rib, siyqas chiqib ketdi. Peyzajlardan, syujetlardan qochishimiz kerak. Ertaga jamiyatimizni juda ham yana o'chib qoldimi? O'rtoq ssenariy yozayotgan xonimlar va janoblar va bu narsani efirga uzatayotgan muhtaram kanallarning korchalonlari. Sizlarga murojaatimiz shu. Iltimos, sal kamaytiringlar mana shu odamzod ruhiyatiga salbiy ta'sir qiladigan psixologik shunaqa jumbushga keltiradigan jarayonlardan qochishga harakat qilinglar. Qalbimning nidosi, meni urgan bongim deb tutinglar bu narsani. Inson hayotni qachon anglab yetar ekan? Birinchi raqamli ikkichi bo'lgan. Hamma fanlardan 2 olganman. Abdullatif, yanga qara. Qachonlardan beri vijdoningni sotib berding begonalarga. O'tgan umringizdan mamnunmisiz? Mamnunman. Qilding meni firoqing ey divona vor sensiz. Assalomu alaykum dilga yaqinlarim. Omonmisiz? Yana sizlar bilan Dil tori loyihasi orqali diydorlashib turganimizdan behad shodmiz. Bugungi suhbatdoshimiz samimiy, kamtarin, ajoyib ovoz sohibi, O'zbekiston xalq hofizi Orolmirzo Safarov. Ustoz, sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Teatr san'atini targ'ib etuvchi, avvalgi o'tmishda o'tgan ustozlarimizdan tortib bugungi kunda teatr sohasida ijod qilayotgan rejissyorlar, aktyorlar, mana shu sohaga mansub bo'lgan insonlarni targ'ib etadigan teatr jurnali o'quvchilari bilan g'oyibona suhbatlashib turganimdan benihoya xursandman. Chunki bu jurnal bilan umuman birlashgan holatdagi teatr Guliston jurnali bilan bizni hamisha ijodiy hamkorligimiz bo'lgan va bu jurnallarda bir necha marta maqolalardan ishtirok etish vaqtiga musharraf bo'lganmiz. O'ylaymizki, mana shu suhbatimiz sizlarga manzur bo'ladi degan umiddaman. Qo'limizdan kelgancha baholi qudrat shu jurnalni kuzatish va o'qish jarayoningizda dillaringizga yaqin bo'lgan shu chiroyli bir jumlalar bilan shu suhbatni bezashga harakat qilamiz. Oddiy xonandadan to xalq hofizigacha bo'lgan muddat oralig'ida nimalar yotadi? Shahrboni buni zamirida albatta hayotning bosib o'tgan ba'zida tekis, ba'zida o'nqir-cho'nqir yo'llari yotadi-da endi. Buni insonga umr bir marta beriladi. Shu qisqa umrni o'zi ham inson bolaligidan to bugungi kungacha baribir kerakli bosqichlarni bosib o'tishga inson majbur ekanda. Buni yo'lida juda ham katta hayot yo'li mujassam bo'ladi. Bu
darajaga bu bosqichga yetguncha chekilgan mashaqqatlar, qilingan mehnatlar, uni yaxshi va yomon taraflari, achchiq va chuchuk taraflari buni zamirda yotadi. Bu mana shu jarayonda bolalikdan to bugungi kungacha bosib o'tilgan judayam har bir insonni boshida bo'ladigan murakkab hayotining chizg'ilari yotadi va insonni umr portretiga bu chizgilar gohida go'zal bir manzaralar, gohida bir ayanchli manzaralarni demak o'zida mujassam etadi. Endi albatta bu haqida juda ko'p gapirganmiz. Shu hayot yo'li to'g'risida, o'sha hayotimda bosib o'tgan yo'lim to'g'risida ozgina shu sizlarni bir tanishtirib o'tsam, chunki hayotim to'g'risida gapirishimni iltimos qiladigan inson muxlislar ko'p, qayta eshitgilari keladi-da. Shuning uchun mayli qisqa holatda shu narsani ozgina gapirib beray. Qanaqa muhitda o'sdim, qanaqa muhitda tarbiyalandim, qayerlarda o'qidim va nima ishlar bilan shug'ullandim. Men o'zim 1970-yilda Samarqand viloyati, aslida biz tug'ilgan davrda Samarqand tumani bo'lgan, Tayloq tumani keyin paydo bo'lgan, mustaqilliklarda paydo bo'lgan. Samarqand tumanida tavallud topganman. Oilamiz ixchamgina, mo'jazgina oila, 6 ta farzand, 2 qiz, 4 o'g'il. Otam ziyoli, o'qituvchi. Onam biz tug'ilgan davrdagi sharoit kolxozda ishlaganlar. Kolxozda mehnat faxriyasi bo'lganlar keyin. Endi bu taqdirni o'yini ekan, taqdirni sinovi ekan. Onadan ko'zimiz ojiz bo'lib tug'ildik biz. 2 kishi edik. Eng katta akamiz ham joylar jannatdan bo'lsin, Abduhamid akam ham. Keyin men shunaqa. Endi bu tirik qolgan farzandlar. Aslida 10 ta farzand bo'lganmiz, 6 ta qolganmiz. Endi meni 6 yoshimda shu Samarqand shahridagi 59 sonli ko'zi ojiz bolalar maktab internatiga berishgan va 12 yil o'sha dargohda hozirgi maktabgacha ta'lim jarayonlarini ham shu maktabda olganman. Bizni davrimizda 0-sinf deyilardi. Bir yil o'sha tayyorlov gruppasida demak o'qiganman va keyin 11 yil mana shu dargohda ta'lim olganman. Ahyonda ishonasiz, shu bolalik davrlarini tushimda ham ko'rib chiqaman-da. Ko'p holatlarda tushimda shu o'qib yurgan maktabimda o'zi boshimdan o'tgan o'sha imtihon jarayonlarini ko'pincha boshimdan kechiraman tushimda ham. Bir 40 yil orqaga qaytib ketadi shu gohida tushimda. O'sha vaqtlardagi xotira tezligi, quvvat hofizam shunchalik kuchli bo'lganki, butun kitoblarni yodlab olardik-da endi. Shu a'lo o'qish uchun, ota-onani oldida yuzimiz yorug' bo'lishi uchun. Keyin uyg'onib ketsam o'zim hayron qolaman. Nahotki shu imtihonni hozir topshirgan bo'lsam. Vaholanki bu kamida salkam 40 yil oldingi vaziyatlar tushimga kirib chiqadi-da. Endi mana yoshligida hamma narsaga bir qiziqib ko'radi-da inson. Men ko'zim ojiz bo'lishiga qaramasdan hamma qatori boshqa ko'zi sog'lar qatori bemalol qo'rqmasdan shu futbol o'yinlarini o'ynab yuraverardim-da. Darvozada turardim, himoyachi bo'lardim, hujumchi bo'lardim. Futbol sharhlovchisi bo'lgim kelgan. Keyin o'sha yuqorida nomlarini zikr qilgan akam bilan birgalikda biz radioni tagidan ketmas edik. U vaqtlarda hamma qishloq hovlilarda 5 so'mga bitta radio reproduktor bo'lardi. Butun qishloq o'sha radioni eshitardi, biz uyimizda ham bo'lardi o'sha radio. O'sha yerda akam bilan ikkalamiz nihoyatda teatrning muxlisi bo'lganmiz. Teatrda jon quloqimiz bilan eshitganmiz. Boyila xizmatchi bormi, Atello bormi, Qirol Lir bormi, Mirzo Ulug'bek fojiasi bormi? Akam shularni teatr tagiga o'tkazib turib menga shu narsani eshittirardi. Teatr san'atiga oshno qilgan, qo'shiqchilik san'atiga ham oshno qilgan birinchi ustozim mana shu rahmatli Abduhamid akam bo'ladi. Internetda baland pardalarda qo'shiq aytishga qo'ymas edi. Ovozing buzilib qoladi deb. Keyin bir ikki marta rahmatli otamdan bekitib qishloqda to'ylarga chiqib kelganman-da, endi ashula aytaman deb. Keyin meni shuurimga otam singdirgan narsa shundan iborat bo'lganki, o'g'lim, xudo xolasa yoshlikdan bunaqa to'ylarga chiqishga berilmang. Siz kelajagingiz oldinda. Siz xudo xolasa katta san'atkor bo'lishingiz kerak degan narsani, shu bir tushunchani otam shu ongimga singdirgan. Va keyin to'yga chiqishim ham to'yga chiqmay qo'yganman boshqa. Siz
odamlar olib chiqib sizni ustingizdan sizni orqangizdan foydalanib, sizni ovozingizdan foydalanadi-da, keyin yoshingiz katta bo'lganda ashula ayta olmay qolasiz. Otam garchi san'atkor bo'lmasalarim, lekin san'at sirlarini juda yaxshi tushungan inson bo'lgan. Muzikal dramalardan o'zlari ham chiroyli ariyalar aytar edi. 3 oktava ovozlari bor edi otam rahmatlikni. O'zbekiston xalq artisti Mahmudjon G'ofirovni o'zlariga ma'naviy ustoz deb bilganlar. Va shu qo'shiqchilik san'atiga bo'lgan qiziqish oxir-oqibat shu bugungi kundagi O'zbekiston davlat san'at madaniyat instituti, lekin Abdulla Qodiriy nomidagi sobiq Toshkent davlat madaniyat institutiga o'qishga yetaklab keldi. Men birinchi kelganimda shu musiqadagi talab qilingan narsalar, ayniqsa notani bilmaganligim uchun, musiqa maktabida o'qimaganligim uchun meni musiqa sohasidagi bo'limga qabul qilishmadi. Endi to'g'ri ham qilishgan. Bugungi kundagi ahvolda bilan o'sha vaqtdagi ahvol mana bir taqqoslab ko'radigan bo'lsak, o'sha tamoyil to'g'ri bo'lgan ekan. Mayli, umidimiz uzmasdan boshqa bitta bo'limga kirib, a'lo baholar bilan o'qishni bitirdim. Baribir ham shu san'atga bog'liq, umr san'atga bog'liq bo'lib qolar ekan, shu qo'shiqchilik san'atiga, musiqa san'atiga, xonandalik, sozandalik san'atiga bog'liq bo'lib qolganligi uchun men bu yil xudo xolasa 90 ga kiradilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Ungacha shu o'qishda o'qish jarayonida men 1991-yilda yosh xonandalarning birinchi Kamolat 91 ko'rik tanlovida men g'oliblik shohsupatsiga chiqdim. Oliy o'rinni egalladim. Men shunday bir baxtli insonmanki, O'zbekiston, Tojikiston xalq artisti Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti laureati shaxsan Sherali Jo'rayevning o'zlarining qo'llaridan shu oliy mukofotni qabul qilib olganman. Men buni takrorlashdan faxrlanaman. Bizni hammamizni to'lqinlantirgan bir yigit bor. Hammamizni yuragimizni yulib olgan bir yigit bor. U ham bo'lsa Orol Mirzo degan gaplarni gapirgan. Mana taqdir taqozosi bilan o'sha Aziz Opoqish To'rayev muhabbatlari, nazarlari tushib, men institutda ishda qoldim. 5 yil o'sha Milliy qo'shiqchilik kafedrasida jo'rnavozlik lavozimida ishladim. Professor Matnazar Xudoynazarov bilan birgalikda. Juda ko'p narsa o'rgandim Matnazar Xudoynazarovdan. Joylari jannatdan bo'lsin. Ustozlarim O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi Bahrullo Lutfullayev, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, pedagogika fanlari nomzodi professor Rahmatjon Tursunov kabi yetuk ustozlarni ardog'ida bo'ldim va ulardan shu san'at sirlarini, chala joylarini o'rganib, shu institutda mana qolib ketdim. Mana o'rtasida mana 1997-yilda Marg'ilonda o'tkazilgan Jo'raxon Sultonov Ma'murjon Uzoqov nomidagi yosh xonalar tanlovida ham birinchi o'rinni egalladim 1997-yilda. Keyin prezidentimizning farmoni bilan o'sha yil shuhrat medali bilan taqdirlandim. Oradan 3 yil o'tib O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist faxriy unvoniga va 2009-yilda O'zbekiston xalq hofizi faxriy unvoniga sazovor bo'ldim. Va mana shu institutda ishlashim 92-yildan 97-yilgacha jo'rnavoz lavozimida ishladim. 97-2000-yillarda o'qituvchilikka o'tdim. 2000-yilda katta o'qituvchilik lavozimiga o'tkazishdi. 3 marta tanlovdan o'tganimdan keyin nihoyat qilingan mehnatlar o'zining samarasini berib, 2019-yilda avval dotsent ilmiy unvoni bilan va 2023-yilda professorlik ilmiy unvoniga musharraf bo'ldim va qilgan mehnatimdan shu mana bu aytdim-ku, shuni yo'llarda mana hozir O'zbekiston radiosini oltin fondida 100 dan ortiq qo'shiqlarim havo mavjlarida aylanib turadi. Juda ham bir xaridorgir insonman. Chunki men bilan suhbat qilish uchun, ataylabdan shu muloqot qilish uchun ko'rsatuvlarga chaqirishadi. Albatta vaqtim musohada etadigan bo'lsa, albatta ko'rsatuvlarda jon-jon deb ishtirok etib kelyapman va bundan keyin ham mana shu xalqimizni bir o'zi yetishtirib, o'zi o'qitib, o'zi shu darajaga yetkazgan xalqimiz uchun har qanday xizmatga biz hamisha tayyormiz. Ustoz, siz kuylagan qo'shiqlarda dard seziladi, yurakka seldek kirib boradi. Mana shu dardni tinglovchiga qanday yuqtirasiz? Men o'zim ham ba'zida hayron qolaman. To'y hashamlarda, konsertlarda shu o'zim bilmagan holda bir o'nlab qo'shiqlar ijro etsam, albatta shuni bittasidan har bitta qo'shig'imdan turlicha darajada ta'sirot oladigan ishlamalarim ko'pda. Masalan, o'sha ijro etgan qo'shiqlarim unga bir odamga masalan Visolinga degan qo'shig'im yoqadi, bir odamga sal
yengilroq bir kim uchun degan qo'shig'im yoqadi. Kimgadir mumtoz yo'llarda aytilgan qo'shiqlardan nimadir yoqtirib eshitishadi. Harakat qilamanki, shu bugun bor bo'lib ertaga yo'q bo'ladigan qo'shiqlarni ijro etmaslikka harakat qilaman. Qolaversa ovozimga tushmagan, o'zim hayiqqan asarlarga iloji boricha yondashmaslikka harakat qilaman. Chunki ijroim muvaffaqiyatsiz chiqsa, ertaga avvalo mutaxassislar tomonidan, keyin shinavandlar tomonidan tanqidga uchrashni o'z sha'nimga nomunosib deb bilaman-da. Shuning uchun mana shu 35-36 yillik ijodimda qilayotgan ijodimda o'zim bastalagan qo'shiqlar bo'lsa ham, ustozlar bastalagan qo'shiqlar yoki mumtoz qo'shiqlarni ijro etayotganimda ham albatta shu asarga qo'l urishdan oldin o'z imkoniyatlarimni chamalab ko'raman. Shu qo'shiqni men ijro eta olamanmi, yo'qmi? Shu asar meni ovozimga tushadimi yoki yo'qmi? degan o'zimni oldimga savollar qo'yib va ijro jarayonida shu savollarga javob topaman. Endi yuqtirish masalasi endi bu muxlislarning quvvai hofizasiga bog'liq. Chunki yuqtirish bilan yuqishda ham farqi bor-da, Shahribonu. Mana bugungi kunda eshityapmiz endi. Turli xil, har xil mavzudagi qo'shiqlar chiqib ketgan. Bularning ichida yaxshilari ham bor, sayozlari ham bor, o'ta sayozlari ham bor. Ko'rib turibmiz, mana shu yashashimiz jarayonida juda ko'p san'atkorlarni ko'rdik. Qo'shiqlar ijro etishadi, qo'shiqlar ijod qilishadi. Vaqtida juda ham urra bo'lib ketadi-da, o'sha ko'pchilik yaratilgan qo'shiqlar juda ham ko'tarilib ketadi, ko'tarib yuborishadi-da. Endi ular o'sha homiylarning kuchi bilan yoki o'zlarining o'sha mablag'ining kuchi bilan ommaviy axborot vositalarida juda ham qattiq aylantirishadi-da o'sha qo'shiqni. Ko'pchilikning nazarida bu qo'shiq juda ham endi umrboqiy qo'shiqlar bo'lib ko'rinadi, juda ham uzoq yashaydigan qo'shiqlar bo'lib ko'rinadi-da. Lekin bir payt qarasangiz, 3 oydan keyin, uzog'i 4-5 oydan keyin o'sha qo'shiq efirdan ham tushib qolgan va o'sha qo'shiqning ijrochisi ham hammani og'zidan tushib qolgan bo'ladi-da. Lekin nima desam ekan, men o'zimni shunaqa insonlarning og'zidan tushib qolgan san'atkorlar qatorida ko'rishdan juda ham hayiqaman, juda ham qo'rqaman. Chunki bu qilinayotgan mashaqqatlarning hammasi bittagina noto'g'ri bosilgan qadam bilan kuli ko'kka sovrilishi mumkin-da. Shuning uchun qo'shiqlarning sonini ko'paytirish emas, qo'shiqlarning sifatiga e'tibor berish kerak. Masalan, 1 yildami, 2 yildami, 3 yildami bitta chiroyli asar yaratingda, o'sha yaratgan asaringiz, o'sha aytayotgan qo'shig'ingiz xalqimizning ko'ngil mulkidan uzoq joy olsin. Muhrlanib qolsin. Shu sizni ko'rganda mana shu qo'shigingizni yaxshi ko'raman, mana shu qo'shigingizni yana bitta ijro etib bering degan bir talabga yarashadigan bir asar yaratishi kerak. Bu kerak har bitta ashulachi. Har bitta nafaqat ashulachi, yozuvchi ham xalqning qalbida qoladigan roman yozish kerak, qissa yozish kerak, hikoya yozish kerak yoki shoir ham. Mana nima uchun bizni klassik shoirlarimiz Navoiy, Bobur, Furqat, Muqimiy, Gulxani, Mahmur kabi shoirlarimiz yoki zamondosh shoirlarimiz Abdullo Oripov, Erkin Vohidov, Sirojiddin Said Mahmud Toyirlarning she'rlari nima uchun xalqimiz qalbida yashab kelyapti? Chunki ko'pchilik she'rlar mohirona ravishda yozilgan va u she'rlarga ko'pchilik hofizlarimiz tomonidan mohirona darajada kuylar bastalangan. Shuning uchun ham garchi bugungi qo'shiqchilik san'atimizdagi bo'hronlarga qaramasdan baribir ijro etilgan qo'shiqlar xalqimizning qalbida umrbod aks sado berib kelyapti. O'zbek milliy qo'shiqchilik san'atida sizni tashvishga solayotgan qanday muammolar bor? Bundan 7-8 yil avval juda ham katta muammolar ostida qolgan edi. Tan olib aytaylik, e'tirof etaylik. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'zlari san'atga oshufta bo'lganliklari uchun iqtidorga kelganlaridan beri milliy qo'shiqchimizdagi san'atdagi qusurlar sekinlik bilan bo'lsa-da bartaraf bo'lyapti. Bugungi kun milliy qo'shiqchilik san'atiga berilayotgan e'tibordan men hozir qoniqish hosil qilyapman. Sababi hukumatimiz musiqa maktablari, ixtisoslashtirilgan san'at maktablari, madaniyat va san'at kollejlarida, maqom markazlarida, viloyat shahar filiallarida imkon qadar mana shu milliy qo'shiqchiliğimizni rivoji va uni sof holda saqlab qolish yo'lida
bevosita davlat siyosati darajasida qabul qilinayotgan qarorlar asosida o'zini mohiyatini saqlab qolyapti. Bitta kamchiligimiz bor. Bitta katta kamchiligimiz bor. Bizda telekanallarda, radio kanallarda, xoh u davlat miqyosida bo'lsin, xoh xususiy kanallar bo'lsin, hali ham bizni milliy qo'shiqchilik san'atimiz targ'ibotiga ta'siflar bo'lsinkim panja orasidan qaralyapti. Buni men isboti bilan aytib berishim mumkin. Qaysi bir aksariyat xususiy radio kanallarda kuni bo'yi bitta ham milliy qo'shiq yoki milliy kuy umuman targ'ib qilinmaydi. Chunki bu sohada qalam yuritayotgan, ijod qilayotgan san'atkorlarni bu kanallarga sarflaydigan mablag'i yo'q. Hamma o'sha promotion deymizmi yoki show biznes deymizmi, shu soha vakillarini ijodi ko'proq targ'ib qilinyapti. Bu afsuski qaysi bir ma'noda davlat teleradio kanallarida ham bu kasallik juda ham chuqur ildiz otgan. Davlat teleradio kanallarida ham milliy qo'shiqlar, maqom namunalari asosan kechki payt, tun yarmidan to tong yorishguncha bo'lgan vaqt oralig'ida efirlarga uzatiladi. Endi to'g'risini aytganda inson ham mehnat qiladi. Kuni bilan charchagandan keyin, kuni bilan televizor ko'rib, radio eshitishga vaqti bo'lmagandan keyin bularni efirga berding nima, bermading nima. Buni samarasi juda kam. Keyin u yog'ini eshitadigan bo'lsangiz, hamma yoqda o'sha tapir-tupur, guppira-guppir, o'sha haligi yuqorida biz aytgan bugun bor, ertaga yo'q, yomg'irdan keyin chiqqan qo'ziqoringa o'xshagan haligi qo'shiqlar butun efirlarni egallab oladi. Agar mana shu muammo ham bir mayli biz 100% demaymiz, 50 ga 50 holatda hal qilinib, milliy qo'shiq mayli ikkita o'sha estradaga mansub qo'shiqlar berilganda, orasida ikkita milliy qo'shiqlar berib turilsa ham yaxshi bo'lardi-da. Ibratli tomonlarini ham aytishim mumkin. Bu sohada mahalla kanali barcha kanallarga ibrat ko'rsatib kelyapti. Buni to'g'risini aytishimiz kerak. Mahalla televideniyasi ham, mahalla radiosi ham. Mahalla radiosida kun bo'yi o'sha maza qilib chiroyli o'zimiz milliy qo'shiqlarimizni eshitamiz. Eshittirishlar berilyapti. Lekin bu kam. Milliy san'atimizni targ'iboti uchun juda kam. Mana hozir efirlarni kuzatadigan bo'lsangiz, boshlovchi 2 og'iz, 3 og'iz gapiradida, mana hozir havo mavjlarida bir go'zal tarona tinglaysiz, palonchi kuylaydi. Ashulachi. Uni ashulasini kim bastalagan, kim aranjirovka qilgan, she'rni kim yozgan, u vaqtda hech qanaqa ma'lumotga ega bo'lmaydi eshituvchi. Keyin qiziqadi masalan shoirni ham, bastakorni ham e'lon qilsa, xalq shunda aktyorni ham taniydi, bastakorni ham taniydi, rejissyorni ham taniydi. O'sha nimaga bosh qo'shayotgan, jon kuydirib o'sha nimani tasvirga olayotganlardan ham xalqni yaqinlashtirishning eng jo'n va oson yo'li shu deb o'ylayman. Radiolar bo'ladi, televideniya kanallari ham shu milliy qo'shiqchilik san'atimizga e'tiborni ozgina kuchaytirib, faqatgina qorong'i kechalarda yoki saharlarda bermasdan kunduzlari ham milliy ohanglarimiz yangrab tursa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Ijodkor sifatida meni o'chib qoldi-ku. Orolmirzo Safarovni Ozodbek Nazarbekov bilan kuylagan dueti xalqqa tanitdi deyilsa, bu qanchalar haqiqat? Zulmat ichra o'tar mening tunuk kunim, men ham sizday ko'rgim kelar oy quyoshni. Lek taqdirdan olmasdan yashayman jim, faryod solib qoshga urmam aziz boshni. Lek taqdirdan olmasdan yashayman jim, faryod solib qoshga urmam aziz boshni. Shukr deyman oyoq qo'lim salomatdir, gar nolisam bu xudoga malomatdir. Ming bor shukr ko'kka yetar bo'ylarimiz, har kun to'yga ulanmoqda to'ylarimiz. Tirik jonni rizqin berar qodir Xudo,
elga tinchlik so'rar duo go'ylarimiz. Ne'matlarning eng yaxshisi halovatdir, gar nolisak bu xudoga malomatdir. Endi shunchaki tanitdi deyilsa, bu haqiqatdan yiroq narsa bo'ladi. Yana ham xalqqa yaqinlashtirdi O'rolboy safari deyilsa, bu haqiqatga mos gap bo'ladi. Chunki aytdim-ku, shu Ozodbek Nazarbekov bilan mana shu mashhur qo'shig'imiz ijro etilguncha ham O'rolboy Safarovni nokamtarlik bo'lsa ham aytaman, qo'shiqchilik olamida o'zini o'rni bo'lgan. Chunki ungacha boya aytganimdek, men 1991-97-yilda allaqachon ikkita katta ko'rik tanlovni g'oliblikni qo'lga kiritgan. Hattoki o'sha 1997-yilda Marg'ilonda o'tkazilgan ko'rik tanlovda g'olib bo'lib kelganimdan keyin televizorda, o'sha televideniyada bergan axborotda o'zim haqimdagi o'sha fikrni eshitib, to'g'risini aytsam, juda ham taltayib ketganman gap to'g'risida. Chunki o'sha ko'rik tanlovni yoritgan muxbir shunday bir gapni gapirganki, Marg'ilonda o'tkazilgan ko'rik tanlovda yosh xonanda O'rolboy Safarov birinchi o'ringa loyiq ko'rildi va milliy qo'shiqchilik san'ati osmonida yangi bir yulduz paydo bo'ldi degan iborani ishlatganda endi haqiqatda 3 kun to'xtamasdan bog'da, Marg'ilondagi hozirgi Erkin Vohidov nomidagi bog'da 3 kun mobaynida 5-6 ming tomoshabinning huzurida qo'rqmasdan jonli ijroni ijro etganmiz. Juda ham hay'at, o'sha hakamlar hay'ati juda ham nufuzli insonlardan iborat edi. O'zbekiston xalq artisti Fattoxon Mamadaliyev, O'zbekiston xalq hofizlari Ismoiljon Vahobovlar, O'zbekiston xalq artisti O'lmas Saidjonov, O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi Anor Nazarov, Marg'ilonda o'sha qo'shiqchilar maktabini Mamujon akam bevosita shogirdi Siddiqboy Mamadaliyev, O'zbekiston xalq artisti Abduhoshim Ismoilov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdurahmon Xoltojiyev kabi o'sha juda ham san'atli darg'alari, o'sha yerda hakamlar hay'ati ular tomonidan e'tirof etilgandan keyin shu ijrolarimiz shunaqa baho berishganda, endi o'sha axborotni olib boradigan muxbirlarimiz ham shu qo'shiqchilik san'atimizda yangi bir yulduz paydo bo'ldi degan iborani ishlatganda xursand bo'lib ketganman. Hammasi falak pardalarda oladigan ashulachilarning o'rtasida endi aytmoqchiman, oson bo'lmadi bu maydon ichida turmoq demoqchimanda. Shuning uchun yana ham xalqqa yaqinlashtirdi, yana ham xalqni muhabbatiga sazovor qildi, xalqning ichiga kirib borishda shu asar xizmat qildi deyilsa to'g'riroq bo'ladi. Men bu bilan bu qo'shiqni ham yoki ardoqli do'stimiz, vazirimiz Ozodbek Nazarbekovning ham mehnatlarini kamsitmoqchi emasman. Juda ham yuksak darajadagi mehnat qilingan Ozodbek Nazarbekov bilan ham biz 16 kun mobaynida ba'zi vaqtlarda 2 martadan ham bu qo'shiqni o'sha san'at shinavanlari e'tiboriga havola qildik axir. Shunday bo'lgandan keyin mana 17 yildirki bu qo'shiq xalqimizning qalbidan joy olib kelyapti. Buni xalqimizning bu qo'shiqqa bo'lgan talabi hech qachon susaygani yo'q. Qozoq birodarlarimiz shu boshqonadan o'tayotgan vaqtimizda meni ko'rib qoldi-da, mana u kelib turgan O'ralma dedi-da. O'ral Mirzo emas, O'ral Mirzoma dedi. Jardam bering dedi, o'tkazib beringlar dedi. O'shalar ham shu qo'shiqni shu men tanigandan keyin aytdimki, demak bu qo'shiq yana ham shu O'rolboy Safarov degan shaxsni butun O'rta Osiyoga, butun SNG davlatlarga, MDH davlatlariga ham tanitdi deyman. Buni yozgan shoir ukamiz Botir Ergashevga, bastalagan joylar jannatdan bo'lsa Muzaxon Nurmatovga, buni sayqallagan Nodirbek Umarovga va qolaversa o'zimga, keyin Ozodbek Nazarbekovga shu qo'shiqni ijro etganimiz uchun chin ko'ngildan rahmat aytmoqchiman. Ustoz, inson uchun eng katta boylik nima? Agar mana ko'pchilik moddiyatni o'zi uchun juda katta boylik deb biladi-da. Mana bugungi kunda dunyoni agar kuzatadigan bo'lsangiz, butun dunyo xalqlari shu urushning tezroq tamom bo'lishini va dunyoda barqaror tinchlik bo'lishini xohlayapti-da, katta kichik. Biz ham tilaymiz tinchlik bo'lishini. Inson uchun eng katta boylik, barcha shu narsani bilib qo'ysin. Eng katta ne'mat, eng katta boylik birinchi o'rinda
tinchlik, xotirjamlik. Ikkinchi o'rinda tansihatlik, dili beg'amlik. Mana shu ne'matlar bor ekan, qolgan narsalar o'z-o'zidan keladi. Ne'matlarning eng yaxshisi halovatdir. Gar nolisak bu Xudoga malomatdir. Tilga olgan ne'matlarni, tinchlik, xotirjamlikni, tansihatlikni men barcha boylardan ustuvor ko'raman, ustun ko'raman. Zero hadislar shariflarda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytgan, ummatlarim ikkita narsani qadriga yetmaydi, ikkita ne'matni qadriga yetmaydi. Birinchisi tinchlik, xotirjamlikni, ikkinchi tansihatlikni qadriga ko'p ham yetmaydilar deb marhamat qilganlar. Shuning uchun to umrimiz bor ekan, mana shu tinchligimizga, xotirjamligimizga, mana shu farovon kunlarni bizga hadya etganligi uchun yaratganga behisob shukronlar keltirib, bu yashash biz uchun ham qarz, ham farz. Ilohim dunyomiz tinch bo'lsin shahribonu. Ilohim urushlar barham topib, insoniyat bor iqtidorini, bor ilmini, bor mablag'ini shu dunyo tamaddunini rivojiga, taraqqiyotiga, gullab yashnashiga sarflasin. Ilohim shu jannatmakon yurtimizni yaratganni o'zi balo-i qazolardan, ofatlardan, falokatlardan o'zini panohida asrasin. Allohning sinovlariga ko'p duch kelgansiz. Bular sizni sindirdimi yoki tobladi? Qisqa qilib aytganda, yoshligimdan meni bu sinovlar mustahkam tobladi. Meni yaxshi bir iroda sohibiga aylantirdi. Sharoitga qarab ish qilish, o'zimni qayerda qandoq tutish, kimga qandoq muomala qilish sirlarini o'rgatdi. Bu sinovlar har kimga ham keladigan sinov emas ekan. Endi albatta sinovlarda oldida dovdirab qolgan holatimiz ham bo'ldi, esankirab qolgan holatimiz ham bo'ldi. Bu taqdirni nogahoniy keladigan zarbalarni kim qachon sodir bo'lishini kim karomat qila oladi, kim bashorat qila oladi. O'zimni mana shundoq tug'ilishimni o'zi ham men uchun katta sinovda endi. Men uchun sinov, otam, onam uchun katta sinov, opa-akalarim uchun katta sinov bo'lgan. Endi albatta sinovlarni aql bilan, mulohaza bilan kelgan sinovlarga qattiq turishimiz kerak, qarshi turishimiz kerak, bardam bo'lishimiz kerak, umidsizlikka tushmasligimiz kerak. Bekorga noumid shayton degan ibora odamlarga nisbatan bekorga ishlatilmaydi. Mayli har kimga ham Alloh taolo sabriga yarasha, ko'tarilishiga yarasha sinovlar beradi, sinovlar bilan sinaydi. Muhimi shu sinovlar kelgan vaqtda iymonimizdan, e'tiqodimizdan voz kechishdan yaratganni o'zi asrasin bizani. Hayotda nimadan qo'rqasiz? Hayotdagi hamma tabiiy ofatlardan qo'rqaman. Agar me'yordan oshiq bo'lsa, yomg'irdan ham qo'rqaman, qordan ham qo'rqaman. Qishda agar ko'proq qor yog'sa, muzlarda yurishdan, yiqilib tushishdan, bir joyim shikastlanishdan qo'rqaman. Zilziladan qo'rqaman. Lekin endi to'g'ri ma'noda aytganda, eng xavfli narsa, qo'rqadigan narsam haqning va xalqning nazaridan qolishidan qo'rqaman. Shundan asrasin. Ilohim doimo nazarda yuraylik, xalqning e'tirofida, oliqishida, mehr oqibatini qozongan holda yuraylik. Mana shu nazardan tushib qolishdan qo'rqaman. Aytishadi-ku, ayting, hech kishi hargiz nazardan qolmasin. Chusti domlani shu misralari bor. Nazardan qolmaylik, nazardan qoldirmasin. Shundan qo'rqaman. Insonlardagi qaysi xislatdan? Munofiq odamlardan qo'rqaman. Chunki zohirida do'st, botinda dushman bo'lib, yeng ichida sizga qarshi tiq qayragan, tili boshqa, dili boshqa odamlardan nihoyatda qo'rqaman. Chunki umuman insoniyat yashab turgan jamiyatimizda avval va o'tmish va hozirda ham, avvalda ham insoniyat uchun, barcha insonlar uchun eng xavfli insonlar bular munofiqlardir. Munofiqlardan qo'rqaman. Shulardan asrasin. Sadoqat va xiyonat haqida qarashlaringiz qanday? Bir-biriga qarama-qarshi zid tushunchalar, sadoqat va xiyonat albatta yonma-yon, afsuski hayotimizda yonma-yon yuradigan tushunchalar. Bir ishga yoki bir insonga mehr qo'ydingiz, u inson ham sizga ko'ngil berdi va siz ham bir insonga ko'ngil berdingiz. Shu bilan do'stlik iplari bog'langanday. Endi shunday odamlar borki, shunday insonlar borki, siz bilan
go'yoki sizga sadoqatli do'st yoki sadoqatli hamkor bo'lib ko'rinadi-yu, lekin ma'lum bir manfaat bilan sizga bog'langan bo'ladi. Endi buni sadoqat deb bo'lmaydi. Tarixdan juda ham ko'plab bu tushunchalarga juda ham ko'plab ibrat misollar keltirish mumkin-da. Aytaylik, bizni sohamizda shogirdning ustozga yoki ustozning shogirdga sadoqati tushunchasi bilan tushuntirishga harakat qilib ko'raman. Hoji Akbar Hamidovni misol qilib keltiraman. Sadoqat masalasida. Yonlarida to vafotlarigacha birga yurib, birga ijod qilib, xizmatlarini qilib, duolarini olib, u kishi to'g'risida kitoblar yozib, bugungi kunda u kishining torlarini chalib yuribdi-da. Bugungi kunda shunchalik darajada faqat Umar to'g'risida nimaiki ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, farzandlaridan oshirib Hoji Akbar aka Hamidovdan olishadi-da. O'zbekiston xalq hofizi Beknazar Do'stmurodov. Shunchalik darajada Orifxon Hotamov. Orifxon Hotamovga shu darajada sadoqatli shogirdki, tamburlari ham hozir shu Beknazar akamning qo'llarida. Orifxon Hotamov to'g'risida bironta inson yoqimsiz yoki noloyiq gap gapirsa, bu odam xuddi o'zini otasini haqorat qilgan kabi tutab ketadi. O'sha odam bilan yurishmaguncha qo'ymaydi. Ana shogirdning ustozga sadoqati, ustozning shogirdiga sadoqati. Xiyonatni o'ta pastkash odam qiladi. O'ta ham jamiyatda burdi yo'q, nafsiga qul va ma'naviy jihatdan nosog'lom bo'lgan odam xiyonatga qo'l uradi. Do'stiga, ota-onasiga va sharoit tug'ilganda hech ikkilanmasdan vataniga ham xiyonat qiladi. Davlatiga ham xiyonat qiladi. Bilasizmi Shahrbonu? Mana bu 690 yilligini nishonladik. Bobomiz, Hazrat bobomiz Amir Temur hayotini bir u kishi haqida yozgan asarlarni bir o'qib chiqadigan bo'lsangiz, kamida yonlariga olib, mansab berib, amal berib, viloyatlar berib, suyurg'onlar berib siylagan odamlari Temur bobomizni jonlariga kamida 7 marta qasd qilishgan, suiqasd qilishgan. Endi mamlakat hukmdoriga bo'lgan xiyonat, albatta mamlakatga bo'lgan xiyonat deb tushunasizmi? Bundan yomon xiyonat bo'lmasa kerak. Endi albatta turmushda ham bugungi kunda ming afsuski ko'p seriallarda, shunaqa tematik filmlarda shu mavzu qayta ko'tarilib, albatta turmushda erning xotinga, xotinning erga bo'lgan xiyonati o'zimiz bilmagan holda juda ko'p targ'ib qilinyapti-da. Xiyonatning har bir juda ko'p turli usullari aslida olganda o'zimiz bilmaganda, o'zlari bilmagan holda o'sha ssenaristlarimiz o'rgatib qo'yyapti odamlarga. Targ'ibot qilinyapti shu narsa. Targ'ibot qilinyapti. Men o'ylagan narsam kamroq bo'lsa yaxshi bo'lardi. Shunaqa mavzularda. Endi yo kelinni kuyovga, yo kuyovni kelinga, yoki kelinni dugonasiga, yoki kuyov jo'rab o'tirgan inson o'zini o'rtog'iga. Har xil yo'llardagi narsalar aslida namoyish qilinish orqali bu narsalar targ'ib qilinyapti. Juda keng targ'ib qilinyapti bu narsa. Men yetib keldik-ku men uchun. Endi sal bo'lsa ham mayli mablag' o'z yo'liga, tirikchilik o'z yo'liga, boshqa bir ezgu g'oyalarni, ko'proq bir chiroyli narsalarni targ'ib qiladigan ssenariylar yozilsa bo'ladi-ku. Filmlar yaratilsa, asarlar yaratilsa, seriallar yaratilsa bo'ladi-ku. Nahotki shunchalik ham bir tor qafasga tiqilib qoldik. Nahotki shundan boshqa mavzu qolmadi. Endi o'shani yaxshi ko'radiganlarni ham joniga tegdi. Endi bu mavzuni yaxshi ko'rib siyqas chiqib ketdi. O'zbek ayollarini shu darajaga olib borib qo'yishyaptiki, o'zbek ayolidan shunaqangi bir vahshiy, shunaqangi bir manqurt, o'zini manfaatdan boshqasini o'ylamaydigan bir nimalar yaratishyapti-da endi. Men yoqammushayman to'g'risi. Obrazlar yaratishyapti. Boshqa bir millat mentalitetiga mansub bo'lgan, xos bo'lgan holatlardan olib bizni o'zbeklarimiz ayollar mentalitetiga yopishtiryapti bu narsa. Shuning uchun bunaqa agressiv inson ruhiyatini jumushiga keltiradigan narsalar, peyzajlardan, syujetlardan qochishimiz kerak. Ertaga jamiyatimizni juda ham yana o'chib qoldimi? Ertaga jamiyatimizni parokandalik holatiga olib kelamiz bunaqa narsalarni targ'ib qilaversak. Endi hushyor bo'lishimiz kerak. Bu dunyo mana bu tahlika ostida yashab turgan vaqtda, urush mojarolariga to'la bo'lib turgan vaqtda, dunyoni qayta bo'lib olish uchun bo'layotgan kurashlar jarayonida
yana biz mana bunaqa insoniyatni ma'naviy xurujga olib keladigan, junbushga keltiradigan asarlarni targ'ibot qilsak, filmlarni efirga bersak, o'sha o'zaro janjallardan iborat bo'lgan turmush tarzini hadeb targ'ibot qilaversak, alal oqibat har qanday jamiyatni ham avvalo ichidan putur ketadi. Inqirozga bir qadam qoladi, yuz tutadi, inqirozga yuz tutadi. O'rtoq ssenariy yozayotgan xonimlar va janoblar va bu narsani efirga uzatayotgan muhtaram kanallarning korchalonlari. Sizlarga murojaatimiz shu. Iltimos, sal kamaytiringlar mana shu odamzod ruhiyatiga salbiy ta'sir qiladigan psixologik shunaqa junbushga keltiradigan jarayonlardan qochishga harakat qilinglar. Iltimos, juda ham shu asarlarga pul tikayotgan muhtaram homiylar, sizlarga ham iltimosimiz shu. Nimaga pul tikayotganinglarni bilib olinglar avvalo. Sizlarga daromad keltirayotgan bo'lishi mumkin. Sizlarning cho'ntaklaringiz to'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin xalqni bezovta qilmanglar. Xalqni junbushga solmanglar. Xalqni bunaqa larzaga keltiradigan, ruhini parmalaydigan bunaqa ahmoqona g'oyalarni targ'ib etadigan seriallardan, filmlardan qochaylik, iltimos sizlardan. Bu men tomonimdan, butun san'atkorlar, butun yashayotgan o'zbek xalqining nomidan sizlarga meni qalbimning nidosi, meni urgan bongim deb tushuninglar bu narsani. Sizni tanqid qilishsa, uni qanday qabul qilasiz? Haqli ravishda tanqid qilishsa, O'zgarishga harakat qilasizmi yoki bo'ldi, bo'larim shu deb? yo'q, o'zgarishga harakat qilaman, lekin tan olaman. Tanqid Asosli bo'lsa. asosli bo'lsa, men tan olaman tanqidni. Chunki bo'lgan bu tanqidlar, yosh bo'lganmiz, ijrolarimizdan masalan qoniqmagan xonalarda ustozlarimiz tanqid qilgan, bunaqa emas, bunaqa aytgan, bunaqa gapirma, bunaqa gapir degan joylar haqiqatan haqli va asosli bo'lsa, men tan olaman va o'sha insonga haqiqatan ta'zim qilaman, men to'g'ri tanqid qilgan odamga. To'g'ri yutish qiyin tanqidni. Achchiq dorini ham masalan ming foydasi bo'lsa ham achchiq bo'ladi-ku, hazm qilishingiz qiyin bo'ladi. Lekin haqiqatni ham tan olish ham aslida juda ham achchiq bo'ladi. Xafa bo'lasiz boshqa, lekin harorat qon sovigandan keyin, harorat joyiga tushgandan keyin fikr qilamiz, shu odamning to'g'riligiga. Men o'ziga ham aytaman, to'g'ri gapirding. Agar o'sha vaqtda qandaydir bir mana yonimda ba'zi bir shogirdlarim beayparvardigor kamchiligimni yuzimga aytsa, shu narsa to'g'ri bo'lsa, joyida aytaman, to'g'ri aytyapsan deyman. To'g'ri uchun bartaraf qilishga harakat qilaman deyman. Shuning uchun to'g'ri tushunish kerak tanqidni ham. Lekin mana ba'zi bitta misol keltiraman sizga. Men Qurbon olam degan qo'shiq to'g'risida ko'p gapirganman-da, intervyu berganman-da. 3-4 marta shu she'rni Fuzuli yozmagan, shu g'azal Fuzuliniki emas degan fikrni o'rtaga tashlaganman-da endi. Tashlaganman, o'shanda bir ikkita hamkasblarimga bu fikrim yoqmadi. Sen qayerdan bilasan Fuzuli yozmaganini, nima unaqa deysan? Shu Qurbon olam aytib yurganlarda endi. Keyin haqiqatda Ozarbayjonda ham, O'zbekistonda ham shu adabiyot namoyandalari Fuzuli devonini o'qib chiqishganda mana shu Qurbon olam degan she'rni topishmagan, g'azalni topishmagan. Men haq bo'lib chiqdim masalada. Tupat-tuzuk bir unvoni bor odam kelib turib menga san. Men aytdim, ustoz dedim. Nima deyapsiz dedim. Shifoyi vasli qadrin hajrila bemor o'landan so'r degan misrani yozgan odam. Qanaqa men shunaqa men seni sinay shifo baxshingga qurbon olaman degan matlarni yozish mumkin degan gapni aytdim-da. Bu pinhon nuqtani kim voqif asro. Bu ishqi ilohiyda yozilgan g'azallarni ishqi ilohiyda yozganda Fuzuli hazratlari. Ozarbayjonda Nizomiy Ganjaviydan keyingi ikkinchi o'rinda turadigan katta shoiri Fuzuli. To'g'rimi? G'azallarini maza qilib o'qiymiz. U kishining g'azallariga bastalgan qo'shiqlarini maza qilib ijro etamiz. To'g'rimi? G'amzasin sevding, ko'ngil joning kerak emasmi senga, tig'a urding, jismi uni yoring kerak emasmi degan odam qanaqa qilib endi anaqa ko'ylak ichira badaning sofir, obravon degan shunaqa sayoz narsani yozish mumkin. Ulug' shoirda biz o'sha nimalar darajasiga tushib bu tanqidni lekin hazm qila olmadim to'g'risi. Chunki noto'g'ri, asossiz ta'na qilishdi menga. Men rad etdim bu narsani. Va oxir oqibat haqama bo'lib chiqdim. Bu narsani isbotlashdi. Fuzuli hazratlari bu Qurbon olam degan g'azalni yozmaganligi bu to'liq holatda o'z isbotini topdi-da bu narsa. Siz ko'p kitob o'qiysiz, eshitasiz audio zapislarni. Inson hayotni qachon anglab yetar ekan? Endi masalan bolalikda birinchi o'qigan kitobimiz, hammamiz ham birinchi o'qigan kitobimiz alifbe bo'ladi. Alifbedan keyin o'qish kitobiga o'tamiz. 4-sinfgacha o'qish kitobini o'qiymiz.
keyin vatan adabiyotiga o'tamiz, o'zbek adabiyotiga o'tamiz. Shu agar o'qishga men to'g'risini aytsam, boshlang'ich sinfda juda ham yomon o'qiganman-da, Shahribonu. Birinchi raqamli 2 bo'lganman. Hamma fanlardan 2 olganman. Na matematikani yolchitganman, na adabiyot, na ona tilini, na o'qish kitobini. Faqat ashulani qoyil qilardim xolos. Musiqa darsi. Ha, ashula darsini qoyil qilardim. Qolgan fanlardan tabletga qo'limga stul berib, burchakka turg'izib qo'yishgan, qulog'imdan cho'zishgan, urishgan. Qo'polroq qilib aytganda odam bo'lishim qiyin bo'lganda, keyin birdan keyin baribir shu maktabda o'qish peshinamda bor ekan, taqdirga tan berishim kerak deb keyin 5-sinf boshlang'ich sinfni tugatganimdan keyin birdan o'qishlarim yaxshi bo'lib ketgan. Shuning uchun hayotda anglab yetish shu bolalikdan endi birdaniga masalan bir Alisher Navoiyni 1-sinfdan 2-sinfdan katta asar qilib miyangizga joylashmaydi-ku. Alisher Navoiyni masalan bitta asardan kichkina aytaylik Sher va Durroj degan hikoyadan yoki Mehr va Suhayl degan dostondan parchalar bilan boshlab sekin Navoiyni o'rganishni boshlaymiz. Avvalo inson hayotda shakllanishni boshlaydi. Keyin o'qib o'sha bosib o'tayotgan bosqichlar keyin hayotni asta-asta anglata boshlaydi. O'sha radioda berilayotgan teatrlarni eshitgan vaqtimizda aytaylik Boy ila xizmatchi degan asar spektaklni oladigan bo'lsak, birinchi aktyorlarni o'zini taniymiz birinchi. Shukur Burxonov kim, Xolida Xo'jayeva kim, Zaynab Sadriyeva kim, Zamira Hidoyatova kim, Toshxon Sultonova kim, ularni avval bilib olamiz. Ovozlardan ajratib olamiz. Keyin yosh kattarab borgan sari avval uni biz matnni o'qiymiz o'zimiz kitobda o'qiymizda, keyin kitobdagi matn bilan solishtiramiz. Asarni solishtiramizda va shu bilan ajrata boshlaymiz. Aktyorlarning o'ziga xos mahoratini ajrata boshlaymiz-da. Endi avval shunchaki eshitgan bo'lsak, keyin tushunib eshitishni boshlaymiz. Anglab eshitishni boshlaymiz. Keyin u asar anglangandan keyin avval quloqqa, keyin o'sha ijrolar asta-sekin yurakka o'ta boshlaydi. Onga singishni boshlaydi. Ana shunda bu hayotni anglash ham ma'lum bir davriy bosqichda o'zini ichiga oladigan holat deb o'zim uchun shu narsani kashf qilganman shu narsa. Shunaqa baho berganman hayotda anglashni. Ustoz, mana hozir radioda eshitgan o'sha spektakllarni eslayapsiz-da. Sizni yaxshigina o'sha dublyaj ustasi deyshadi. Zo'r katta. Endi bir namuna eshitaylik qaysidir ustoz san'atkordan. Xo'p, bo'ladi. Bunga tayyor bo'lib kelganman, so'rashingizni ham bilganman. O'zbekiston xalq yozuvchisi Komil Yashin Buxoro amirligini ag'darilishi to'g'risida Inqilob tongi yoki Buxoro degan drama yozgan. O'shanda Nabi Rahimov va Sora Eshonto'revaning dialoglari bor, Mirzo Urganji. Sizga yaqin bo'lganligi uchun shu Buxoro hayotdan bitta monolog o'qib beraman. Xalq artisti Nabi Rahimovni o'sha o'ynagan sahnasidan bitta ko'rinish aytib beraman. Sen kimsan? Senmisan albatta. Onasan. Lekin amirimizga qarshi qilich ko'targan bir iblisga onasan. O'g'ling qayerda? Aytasanmi yoki yo'q? Men seni o'ldirmayman. Avval amirimizga qarshi qilich ko'targan o'sha iblis o'g'lingni ko'z oldingdan nimtalayman. Nevaralaringni bo'g'aman. Yaxshi gapirding. Odamzod umrining lazzati farzand. Yaxshi gap. Ammo sen odam emassan-da. O'zim yaxshi ko'rgan teatrlardan bittasini aytib beraman. Bu O'zbekiston xalq artisti Turg'un Azizov Maqsud Shayxzodani Mirzo Ulug'bek tragediyasidan. Xo'ja O'zbek olib kiring Abdullatifni, g'oyat og'ir bir muhim tadbir. Abdullatif, menga qara. Qachonlardan beri vijdoningni sotib berding begonalarga. Talay sirlar endi menga ayon bo'lmoqda. Hirotdagi manmanliging, boshdoqliging, taxt davolari, Abbos kabi nobakorning g'oyib bo'lishi, Baroqbekning pinhon holda o'ldirilishi, taxt davolari. Sen bundan bexabar emassan, Mirzo. Valiahdlik xorij mansabidan bugun seni xorij qilaman. Erta bilan jo'nagaysan Balx qo'rg'oniga, jilolmaysan toki mendan bo'lmasa ruxsat. O'sha muhit kayfiyatini berdingiz ustoz. Rahmat. Serqira ijodkor deb bekorga aytishmaydi sizni.
Ustoz, mana yaxshilik boqiy qadriyat. Uning xili ko'p sizning hayotingizda. Bu qadriyatning o'rni qay darajada? Men bunga bitta gap bilan javob beraman. Yaxshilik qachonki boqiy bo'ladi, u xolisonlik qilinsa, u beminnat qilinsa. Ertaga bir insonga birov yaxshilik qilsa yoki siz bir insonga yaxshilik qilsangiz, uni orqasida minnat bo'lsa, uni orqasida ertaga ta'niy malomat bo'ladigan bo'lsa, bunday yaxshilikni qilingandan qilinmagani ma'qul. Qachonki yaxshilik yurakdan chiqarib qilinsa, shu insonga bir qilgan yaxshilik foyda keltirsagina, u yaxshilik boqiy qadriyat bo'lib qoladi. Qolgan holatlarda yaxshilikni qilish kerak yo'q. Shu maqol yaxshilikni suvga ot do'stim, qiladigan bo'lsang, suvga tashla. Bilsa baliq bilur, bilmasa xoliq. Bunga qisqagina javobim shu. Odamlarga hech narsani o'ylamasdan yaxshilik qilib, to'g'ri ko'ngilda hojatini chiqarasiz. Lekin 10 yillarda, 20 yillab shu qarz olgan odam yaxshilikka yomonlik tarzda o'sha imkoniyati bo'lib turib ham olgan omonatini qaytarib bermayotgan odamlar ko'pda dunyoda. Yaxshilikka eng katta yomonlik tushunchasi mana shu emasmi bugungi hayotimizda, bugungi jamiyatimizda? O'shalardan Xudo asrasin. Ustoz, o'tgan umringizdan mamnunmisiz? Mamnunman. Xursandman. Garchi ko'plab noxush hodisalar yuz bergan bo'lsa ham, bularni ko'pini unutganman. Juda ko'p hayotda yomon odamlarga duchor bo'lib, bulardan aziyat chekkan bo'lsam ham, o'sha yonimizda yurib bir-biridan nonni baham ko'rib, ko'p xiyonatlarga duch kelgan bo'lsam ham, lekin hayotimdan nolimayman. Chunki oxirgi vaqtlarda umuman hayotim davomida yaxshi odamlarni ham ko'p ko'rdim. Yaxshi insonlarni ham ko'p ko'rdim. Qadrimga yetadigan, meni qo'llab-quvvatlaydigan, kerak bo'lsa, meni yaxshi kunlarimda ham, yomon kunlarimda ham bir tekisda turadigan ko'p shogirdlarim, atrofimda shogirdlarim ko'paydi. Sadoqatli do'stlarim ko'paydi. Aslida insonning aslida uzoqdan 2-3 sadoqatli do'sti bo'ladi-yu, lekin mayli hozircha shunaqa yaxshi ish qilib, tili ham, dili ham bir yaxshi insonlarning qurshovida, shularning atrofida ijod qilyapman, yashab kelyapman, shular bilan birga ishlab kelyapman, ijod qilib kelyapman. Ba'zi vaqtlarda ko'p narsani orqaga tashlab, arqonni uzun tashlab qo'yib, ko'rib ko'rmaslikka, eshitib eshitmaslikka olaman, yoki ba'zi vaqtlarda o'sha inson o'sha haligi yomon taassurotlar qoldiradigan holatlar, insonlar men uchun yo'qday his qilsam, qaytaga yengil yashayman-da. Yaxshi odamlarning ko'pligi uchun ham dunyo bo'lib turibdi Shahrbonu. Yaxshi, agar dunyoda tarozini pallasi buzilib hamma yomon bo'lib ketsa, allaqachon kishilik jamiyati halokatga yuztib, inqirozga yuztib, dunyoda shu yaxshi bir hovuch bo'lsa ham yaxshi insonlarning hisobiga dunyo bo'lib turibdi. Onangizni bir so'z bilan qanday ta'riflaysiz? Onajonim qani edi? Shu kunlarda tirik bo'lsa-yu, mana bu suhbatlarimni eshitsa, mana bu telefon, mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali bo'layotgan fikrlarimni eshitsa, onam ham, otam ham men uchun eng aziz, eng mehribon, eng ardoqli, hech qanday moddiy, ma'naviy ne'matlarga almashtirib bo'lmaydigan ko'ngil mulkimni, agar ko'ngilni bir mulk deb tasavvur qilsam, bir qasr deb tasavvur qilsam, shu qasrimni bittasi sultoni, bittasi malikasi. Shu qalbimni javohiri. Garchi ular jismonan bizani oramizda yo'q bo'lsa ham, lekin ruhan ular hamisha meni qalbimda abadiy yashaydi. To tirik ekanman, men shu insonlar meni dunyoga keltirganliklari uchun, meni o'qitganliklari uchun, butun mehrini, butun mehnatini, butun mashaqqatini menga sarflaganliklari uchun ham men ulardan u dunyoyu bu dunyo roziman va otam ham, onam ham mendan inshaalloh rozi bo'lib ketishganmiz. Endigina san'atga kirib kelayotgan yosh ijodkorlarga qanday maslahat berasiz? Maslahatim juda ham oddiy. O'zim to'g'ri deb bilgan ikkita maslahatni bermoqchiman. Birinchi maslahatim, albatta kitob o'qisin. Albatta ilmini ziyoda qilsin. Umrini bekorga o'tkazmasin. Agar ikkinchi maslahatim, agar shu milliy qo'shiqlarimizni ijro etishni xohlasalar, to'kis xonada bo'lishni xohlasalar, albatta ustozlar o'gitlariga amal qilsin. Ustozlar ijro etgan eng original yozuvlarni eshitib, ularni
san'atda yaratgan mehnatlarini qadriga yetib, ularni san'atini chin dildan sevgan holda ularni ohanglarini qalblariga jo qilishsin. Va albatta fazilatlarning eng a'losi bo'lgan kamtarinlik, insonni insonga bo'lgan oqibati, mehrini hamisha his qilib yashashsin. Hech qachon zolim bo'lishmasin, johil bo'lishmasin. Ma'rifatparvar bo'lishsin, ilmparvar bo'lishsin. San'atga chin dildan mehr qo'ysalar va shu yo'ldan to'g'ri qadam bosib odimlasalar, bunaqa yoshlardan hech qachon jamiyatga zarar keltiradigan zararkunandalar chiqmaydi, vahshiylar chiqmaydi. Men hamma shogirdlarimga ham, bugungi kunda o'qiyotgan, qo'limizda ta'lim olayotgan va kelajakda ham san'atkor bo'lishni orzu qilgan barcha yoshlarimizga ham hayotda muvaffaqiyatlar tilayman, omadlar tilayman. Martabalari ziyoda bo'lib, o'ylagan orzularidan ham a'lolariga erishib yurishligini Allohdan tilab qolaman. Ustoz, samimiy suhbat uchun tashakkur. Birlashgan Tahririyat teatr va Guliston jurnalining faoliyatiga muvaffaqiyatlar tilayman. Suhbatimizni bir ajoyib jonli ijro bilan yakunlasak. Ağlanmaya tamudur, ey gül uzar sensiz, solmaz köngülge fayzi, gayri bahar sensiz. Ağlanmaya tamudur, ey gül uzar sensiz, solmaz köngülge fayzi, sayri bahar sensiz. Daşt işreger ulaqsam, g'amdin ajab emas kim, qildi mani firoqinga dayvonavor sensiz. Qildi mani firoqinga dayvonavor sensiz. Husning quyosh janon, qilg'ayim yon ravshan. Husning quyosh janon, qilg'ayim yon ravshan. Kim tiradir çekerdin ey, ko'z intizor sensiz. Kim tiradir çekerdin ey, ko'z intizor sensiz. Yüzler duam başımda, min külfetu alemhem. Yüzler duam başımda, min külfetu alemhem. Lekin ko'ngildagi o't yüz ancha bor sensiz. Nolam uni gara
sensiz. Munis fırakın içre Bikas kalıp duraldı. Kim derdim dünüzge yok gam büsar sensiz. Kim derdim dünüzge yok gam büsar sensiz.